aka aytuvdim-a, arzon usta qidirmang. Mana ahvol. Mana bu sovuqlik issiq sovuqdan bo'layotgan narsa. Gidroizolyatsiya qilinmagan. Men buni orqasi bilan bu devorning orqasi sho'ralab yotibdi. Kafel o'ziga baribir namlik yig'adi. Keyin mana bunaqa choklarini уже 3-marta ana silikonlab chiqamiz. Mana buni silikonlab chiqishga to'g'ri kelyapti. 3-marta. Bu degani o'sha ekonom qilib sarflamagan pullaringizni bizga berasiz. Mana bu namlik, mana hali ishlatilmagan, tegilmagan. 2 kun tegdirmadim. Tegmanglar dedim. Mana shu devorlari terlab ketgan. Gidroizolyatsiya umuman qilinmagan. Issiq sovuqdan polniy namlik mana shu devorlarning orqasiga uradi. Shuning uchun maslahatim обязательно ashdan bundoq qilib gidroizolyatsiya qilish kerak. Bundoq qilib suv tegadigan joylarini gidroizolyatsiya qilib chiqish kerak.